Sizlar juma asasan. Gadani qishamdiq yo? Ya, qishmaydi. Jumamda. Qishmaydi. Bo'ldimi yo? Bo'lapti. Eshacho. Uzun turar. Bag'rizamiz yuklab chiqishsin. Gel kaset var mı? Ondan nasıl işliyor? Oy. Kaset geçse. Kaset. Çaçırsan da sakal mı? Ha. Şu merkezi. Sil merkezi. Sil merkezi. Sil merkezi. Sultan çocuğu gayri lan. Sultan çocuğu mu çiğdin kanka? Ha, bir iş gittim koç. Sultan bu çocuğu yanılıkken, sultan töpücüktüğü azken. Gelseydik lan turu bu çocuğu. Bizden bir şagird var şu bana hesap olsun. Ben çok şagird. Buydu. Erşatçı! Dostum. Bana çalıştı. Hesap sto ma ballam. Hesabın çeşin tapınmadan mı yapıldı Türkmeyda? Çok bir kalabalık kışık oldu. Az kaldı. Tüldüm ha. Keyin tanışmasam ne oldu? Sizlarga ne sen daha? Ha. Çaçma hayda. Bir nazara haydi boyuttan daha. Ya. Stop. Ma fakat bombada. Ha? Ma bombada ma. Hamle kişisine barmaz. Qaysa Sılma bilen Xitoyga qoplar, Sılma yangi qilib mozozibga sirlabdikan. Bu işleri qilib o'tarsa deymizlar. Hamma ishini qilib o'tirardim o'tag'imda siznikiga o'tadim. Shunda bo'ladida. Sizlar mayli musha turibdimi? Ha, yaqin ko'chib kelganmish aka. Ha. Sizlar ma shepkin yasamdi, shashlima. Akasan. Mansa. Va cho'risini yasamdi. Ustidan bir azroq, cho'risidan bazroq ayvasak bo'pti. Ma to'pdim militamda. Azroq bir hozir bir ta'minlab yasab qo'yamamla. Ma to'pda olmasa qo'lamiga. Azroq oldi. Yo'q, menlar qon tushganini ko'rdek, chachgan Bekindama emas bir hozir bir pulab yasab qo'yamamla. Hamma qilmak. Nima da? Ustamsizlarni yasammi men yasay? O'g'il ustamda. Kim yasayda? O'g'limi yasay, ma'nisini yasay. Cho'ch yasatgunchilik nega? Yo'q, choshdan kelpa shu. Chashni kelpa. Manda Mahreda aldirablam tushib qopti. Ha chashni ish kuchdan tushib ketsa mayli. Ma chashdan bir tal tushib ketsa bo'lmaydi. Ma to'xtamni ish yasagan chashni asla. Ma aldirablam tushib qopti. Bu qanda oila bo'lib ketdi bu. Inoq oila? Qanday inoq oila? Mana mushundaq inoq oila. Kelinglar. Inoq oila suqmuqi. Yanım manda inoq oila. Qani? Mami naqayla. Mami inoq oila. Bo'ldi kimsa. Mush inoqlik qilmaymiz mayli. Ailemizning shatliqi, dasturxonimizning yarshqi. Kelib minishqa eplek. Hammamizga keraklak. Inoq oila yurishlik maslahatdir. Vay be. Makaysa makap. Tekstüya izledim Marko anısız geldik. Inoq oila deb izledim men mi? Bura şici boşan onşaqa turgan mı ya mal satdigan yanti bu. Ha ma'qul. Voy, to'xta mana. Shu o'ynab qolgan. Usta. Salam çağırdık oğlum. Şak yaşla. Qaysa ustam ma inoq oila degan nima zada? Inoq oila degan bizning shirkatning markasi. Nima qanaqa shirkat bu? Bu shirkatning ustam o'zimiz ishlab chiqarayotgan mahsulotlardan
Yanaq soqmaqa, gülqand, chaqmaqand, asal, itildirilgan qo'noq, xizmat oila ishiltadigan moto, televizor, to'nglatqon qatorliq sizga lozimli hammasi bor. Buzilib qolgan mashina tata. Bizni bir zavq qilib boshlab papamni usta. Hozir bu yer mal elib menatda ma kechikib qas bo'lmaydi emasmi? Biz bek uzun izlab ketdik zavqni. Bo'lsa. Voy! Ya men zavqning adresini tijorat doirasini bilib qoldim.